Bu dunyoda yaxshi-yu yomonga, issiq-u sovuqda shogirdlari bilan yonma-yon turib beradigan, o'quvchisining boshiga xavf kelsa, ko'ksini qalqon qiladigan, boshqalarning buguni, boringki ertasi uchun ishlayotgan 10 yillar, 100 yillar narini ko'zlab, beminnat mehnat qiladigan aziz bir inson bor. Bu jonparvar zot muallimdir. Sharaf bo'lsin Hazrat insonga. Dunyoni bir nigoh ila qamragan, teran tafakkurga kim bergan qanot? Agar ustoz bo'lsa, kim o'zi ustoz? Shu savol ko'nglimda aylanar bot-bot. Ustoz kim? Ulug'lar ichra ulug' zot. Obro'y martabada tog'day sarbaland. U bilan mukammal erur bu hayot, mehrning otashi quyoshga monand. Ustoz kim? Ko'z nurin qalbining qo'rin, beminnat ulashgan o'g'il qiziga. Bir qarang Xudoning qudrati bilan rahmat yog'iladi bosgan iziga. Ustoz kim? Sochlari bevaqt oqargan, jonsabil, fidoi, tinchimas jon u. Uyda to'yin tashlab maktabga borgan, xuddi ota kabi ulug' inson u. Ustoz kim? Padardek donishmand oqil, volidadek munis, mushfiq bir odam. Derlar arg'amchiga quvvat erur qil, ustoz ko'rgan hatto avliyolar ham. Shogird oyog'iga bir tikon kirsa, shu tikon ustozning qalbiga botar. Qarang, sohib Qur'on Temurdek zot ham ustozining oyoq uchida yotar. Birodarlar, men bir nokomil shoir. Ustozlarim komil, mumtozlarimdir. Shoirlar ham ko'kdan tushmaydi axir. Meni shoir qilgan ustozlarimdir. Tangrim, mahshar kuni ustozlarimni muyassar qil jannat buloqlariga. Meni tuproq qilgin, tokim faxr etib, poyandoz bo'layin oyoqlariga.